Xitoy Sharqi Turkistonda 2016-yildan boshlab yo'lga qo'ygan haqsiz salomatlik tekshirish nomidagi DNA avrishkisi va uchuri to'plash siyosati doirasida Oqsuv viloyatida jami 8,252,400 kishining salomatligini tekshirgan. Xitoyning rasmiy taratqullaridan Oqsuv gazetining 30 aprel xabar qilishicha, haqsiz salomatlik tekshirishi bu yilmi davomlashayotgan bo'lib, kishilar buningga aktiv qatnashishga tashviq qilingan. Xitoy manbalariga asoslanganda, doiralar 2016-yildan boshlab Sharqi Turkistonda haqsiz salomatlik tekshirish nomida 19 milliondan ortiq kishining biologik uchurlarini to'plagan. Arkadan başlanğan keng ko'lamlik tutqun qilish harakatida 5 milliondek Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlarning yig'ilish lagerlariga qamalganligi ilgari surilmoqda. Yig'ilish lagerlariga qamalg'uvchilarning Xitoydagi organ atkazchiligining qurboniga aylanganligi haqida xabarlar o'tirg'i chiqmoqda. Oqsuv shaharlik Sahiya idorasidan bir kishining bildirishicha, o'tgan 4 yilda haqsiz salomatlik tekshirishga 680 million yuan chiqim qilingan va 13,900 kishi ishga o'rlashtirilgan. İctimai taratqularda tarqalgan Guangzhouda 2 nafar Uyg'urning Wuhan virusi bilan yuqumlanganligi haqidagi xabar Erkin Osiyo radiosi tarafidan dalillangandan keyin o'zini Xitoy o'lkalarida yashayotgan bir Uyg'ur deb tanishtirgan bir kishi inkas yo'llab mazkur 2 yuqumdorning Sharqi Turkistondan Guangzhouga yetkazib kelingan majburiy emgak ishchilaridan ekanligini ilgari surgan edi. Muxbirning aniqlashlari davomida 2 yuqumdorning Guangzhouda ishlayotganlar ekanligi ma'lum bo'ldi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, 2014-yil Kunming voqeasi yuz bergandan keyin Xitoy o'lkalaridagi Uyg'urlar asosan degidek o'z yurtlariga qaytarilgan edi. Lekin Avstraliyadagi siyosiy strategiya tadqiqot o'rnining yangi dokladida aytilishicha, Xitoy doiralari yaqinqi yillarda 80 mingdan ortiq Uyg'urni Xitoy o'lkalaridagi zavod korxonalarga majburiy yetkazgan. Xitoyda onasini tirik ko'mgan bir kishining qasddan odam o'ldirish jinoyati bilan qo'lga olinganligi, tirik ko'milgan mo'mayning 3 kundan keyin soqchilar tomonidan qutqizilib, doktorxonaga opirilganligi bildirildi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Shanxi o'lkasining Jinbiyan rayonida yashaydigan mafamillik bir kishi 2 may kechda 79 yoshli onasini meyipla arosiga o'ltirg'izib elib chiqib ketgan. 3 may kechida yolg'iz qaytib kelgan. Soqchilar pash qilish uchuriga asosan u kishini qo'lga olgan, tekshirish orqali uning onasini tirik beti bir o'rakka ko'miyotganligi o'tirg'i chiqqan. Ko'rguvchilarning aytishicha, soqchilar u mo'mayni o'rakdan chiqarganda dod-faryod chekayotgan ovozlar anglangan. U mo'may doktorxonaga elib berilgan bo'lib, o'g'li qasddan odam o'ldirish bilan ayblanib qo'lga olingan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı başqa dövlətlər bilan hamkorlashib, Beijingning talabiga binoan Wuhan virusining kelish manbasini tekshirishga tayyor ekanligini jakkalagandan keyin Xitoy tarafdan bayonot e'lon qilindi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakili Chen Shouning deyishicha, ular hozir xalqaro tadqiqotchilarni Wuhan virusining kelish manbasini tekshirishga taklif qilishni o'ylashmaydi ekan. Buningdan burun Amerika, Germaniya, Avstraliya va Angliya boshchiligidagi bir qism davlatlar virusning kelish manbasini tekshirishni talab qilgan edi. Avstraliya davlat mudofaa ministri Naftali Bent ishg'oliyat ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi qonunsiz yahudilar o'rtaq rayonida yana 7 ming uy silishni tasdiqladi. Yerusalim pochta gazetidagi xabarlarda davlat mudofaa ministri Bentning Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ining janubidagi qonunsiz afrat yahudilar o'ltiraq rayonida 7 ming uy silishni tasdiqlaganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xalqaro qonunga asosan ishg'ol qilingan rayonlardagi barliq yahudi o'ltiraq rayonlar qonunsiz hisoblanadi.